Bir taksist kech payt ishlab yuradi. O'sha kuni juda ham yomg'irli va sovuq bo'ladi. Taksist yo'lning chetida bir qizni ko'rib qoladi. U oqarib ketgan bo'ladi. Yomg'irdan sovqotib qoldi deb mashinasiga o'tkazadi. Qayerga ketyapsiz deb so'rasa, yo'lni tushuntiradi. U bola oldin u yo'ldan yurmagan bo'ladi. Yo'l quyi, ular umuman gaplashmay ketishadi. Taksist oynadan qizga qaraganda qiz juda ham murdaga o'xshagan oppoq edi va unga hech qaramasdan indamay ketardi. Manzilga yetib taksist juda ham hayron bo'ladi, chunki bu yer qabriston edi. Yetib keldik deb qizga aytmoqchi bo'lib orqaga o'girilganda, u yerda qiz bo'lmaydi. Lekin o'rindiqda yomg'ir suvlari bo'ladi. Taksist